Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Mana bugun sizlar bilan yana men Timur Arquloq bozoridan to'g'ridan-to'g'ri video olish davom etmoqdaman. Bugun sizlarga Karcherli benzinli dori apparatimizni video obzorini qilamiz. Aziz do'stlar, mana o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Garizont firmasiga tegishli 6,5 ot kuchli motorimiz qo'yilgan bunga. Bu yoqda Karcher apparati mana o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Ancha sifatli, pishiq ishlangan. Mana parametrlarini ko'rsataman bemalol. Bu yoqda mana datchiklari bor. Komplektatsiya shlankasi bor. Безопасность uchun mana bunaqa reshotkalari ham bor. 2 remin bilan ishlaydi, 4 ta baloni bor. Orqadagi 2 ta balonni tormozlari ham bor. Bemalol mana bunaqa olib yursanglar ham bo'ladi aziz do'stlar. Yana to'liqroq ma'lumot olishingiz uchun ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Bemalol like va podpiska bosishni unutmang aziz do'stlar.